Winston Churchill hozirgi zamon Angliyasining eng ulug' qahramoni. Amaliyotda u Amerika dengiz quruqliq armiyasining quruqliq jangchi atirtidan. Sen bizimle urushmoqchimi odog'liq? Qani kela. Ko'z oldimizdagi uzun so'zilgan bir maydon keskin urush. Bu material bizning tariximiz asosida o'zgartib yozilgan. Biz qurbon bo'lishdan faqat qo'rqmaymiz. Jafo mushaqqat chidab olg'ilgandilar. Ondan jang ustidan g'olib kelgil bo'ladi. Rasululloh mushundaq bo'lsa, tarixni tiqib baqsaq bo'lamdi. Siz qanday o'ylaysiz, efendi? Ha? Winston Churchill dadam bo'ladi. Kuchta alaga pur ketdi. Sen nima qilasan, leytenant? Bor kuchimiz bilan nafsini mag'lub qildik, ofitser. Qurolni tashla. Qurolni tashla. Men qaymoqib qoldim. Agar u Churchill bo'lsa, undaqda sigaret chekayotgan qari. Zodi kim bo'ladi? Voy Boris, qiziqchi. Angliya hukumati uningdan foydalanib tashviqot maqsadiga yetmoqchi bo'lgan. Loy Boris, u tomoqdan keyin kelgan artist. Har qanday xizmat uningga mos keladi. Rasululloh odamning ishiniga kelmaydi deysa. O degan faqat bir boshlanish. Parvardigorim, 10 tonna yukni to'shish kerak. Buni ko'p sirni nima qilasan? O keldi. Churchill efendim, Amerika bizni qutqizami? Bu tarafdan sizlarga aytib berish hojatlik qilaman, afandilar. Biroq faqat ma'lum bo'lganman, cho'qim kuchimning barcha narsani kontrol qilib, ularning Yevropani ishg'ol qilishini to'sib qolaman. Siz bir odam nima ish qilaysiz? Men qurol basila, vazifamni talto'kis pokiz o'rindayman. Qancha vaqt tinchlik bo'la? Tinchlik uchun gitlarning kallasini yanchib yetish kerak. Ko'pchilik rahmat. Sizlarning ulug' davlatingizga kelganimdan to'liq xushalman. Hey Churchill. Hey Dancher. Bu yer nima qilsan? Men sizlarni Londonga epiklik keldim. Bu degan zo'rning buyrug'i. Buyruq, unda mayli. Vaqting bo'lsa, men turib pishirib bergan. Hey, bu degan Angliya ag'ina. Men faqat mezlik 3 qiysi bilan piyoba. Angliyaning London shahri. Xon ordusi. Sizning tatliq buğday po'chiqingiz olaylar. Ish bo'ldim. Yana mushni askan-ku. Men buni egilib 3 qatim bo'ldi. Margit, biz bir ishni maslahatlashib baqaylik. Parvardigor. Anglang, siz Shurxobning yodliq bo'lsangiz bo'lmaydi. Siz degan xonliq o'rnining ikkinchi varisi, hargiz uning yodliq bo'lsangiz bo'lmaydi. Qimar maydoniga berib 6 oy ishlab baqim kelayotdi. Qarang, puhralarning siyriq meyva ko'mirlarini tatib yo'q. Siz puhralarni dasta qilib turib meni qo'rqitmang. Parvardigorim, men bu yerda turishga bek o'sh bo'ldim. Men texi muloyim, chiroyli, nazokatli bir qizni oldigan bo'ldi deb o'ylagan edim. Afsus, xiyolingizga kelganini qilsangiz bo'lmaydi. Anglang, biz namunachi o'lgilardan bo'lmasak bo'lmaydi. Jang? Germaniya bilan urush qilamiz dada. Qizim, Angliya Germaniya urush oyoqlashgan 20 yil bo'ldi. Ularni katirib o'tgan. Biroq bu qitimqisi o'xshamaydi dada. Siz bek shaxsiy chikansiz. Davlatimiz bizga muhtoj. Undaqda salla berib Germaniya bilan urush qil, suyimlik Lili qizchaq. To'g'ri dedi. Cho'qim shunday qilaman. Kalla. Men uning zot nima qilsam bo'la? Men uni Grilsida katlik qilmasam bo'lg'alak. Uning yordam tegib qoladi. Oilalari, sizin sodiq nalaylari, malik oilalariga xayli sahar demoqchi. Bender, sendan o'tinay, buni podshoh oilalarining huzuri uyga agirib qo'y. Buni podshohning karavotini yana qo'yib qo'y. Men u kurdayaga demoqchi. Uni karavotini yana qo'yib qo'yamdim. Bechozlar to'g'risi kitob emas-ku. Yo'q, mening kurashlarim Germaniyalik yozgan. Ishidagi mazmunlar odamni qiziqtirdi. Cho'qim podshoh kurdigan yerga qo'y, ha? Ma'qul emsa. Graf Rof, Angliya qurolli armiya shtabining boshlig'i.
So'ng efendim, Angliyaliklar Fransiyaning shimoliy qismini qisilib qilib tugishidi. Amerikaliklar o'z kuchiga tayinish kerak. Oh, parvardigar. Fırmalarını elip, bundan işxanasına girip, ismi kaldırınlar. Yana birinlar. Men askarlikka qatnashaman. Siz balkim davlatimizning urushida qurbon bo'lishingiz mumkin. O'ylashmoqdingizmi? Men urushni yaxshi ko'rmayman. Men ideya jihatdan tayyorlik qilib qo'ydim. Balkim boshqalar bilan o'xshash mashinada o'xshash bir yotoqda yetishim mumkin. Ismingiz? Jiyan Komina. Jiyan Komina. To'g'ri. Jiyan Komina. Shundoq. Formangizni elib, ishxonaga borib tizimli tuting. Rahmat sizga. Sizning askar bo'lganingizga uzun bo'pti. Yana birinlar. Bir xil ekan. Gezit xotman gezit. Germaniya urushining ahvoli yozilgan. Gezit xotman gezit. Bu iskuni kelgusida urushda g'alaba qilishimizga yordam qiladi. Bu kun kelgusida Yevropani qutqizdi danchar. Gapiringga qaraganda Angliyaliklar seni davlatning qahramoni deb bilmaydigan o'xshamdi, ha? Shundaqmi? Qalayimqan so'zlama. Sizlar qizlar bo'lsa meni unutib qolmajimi? Kechiring. Bu kiyim atrofini qanday qo'yaman? Qayaga tirsangiz bo'laverdi. Qarisi aldirash ko'rinsangizlar bo'ldi. Ha, yengapsizda qisayliq ot. Bak yaxshi bo'ldi. Paqas bo'long. U ot bek ekan. Tepada qanday qiladi? Kechiring. Kechiring graf. 3 metr tekshirsalik beribdi. Meni avara qilma. Men choy ichib olay. Sen choy ichmansan? Siz choy ichivering. Yo'q, qol. Xo'p. Barun Lo, Sen kim? Leytenant Churchill. Buyruq bo'yicha bunisi topshirib bergil keldim. Nima u? Ha? Bir dona Germaniyaning uskunasi boshliq. O Germaniyaning urush maqsadini ishalaydi. Sizning kelar qatim hujumning vaqti va o'rnini tep chiqishingizni umid qilaman. Shunday maqol sobto. Nihoyat yaxshi. Sen meni uningdan qanday foydalan demakchi, ha? Uskun ichib urushda g'alaba qilay demakchi boshliq. Ha, nima degan qiziq? Urushdan g'alaba qilish. To'g'ri boshliq. Unda qanday yengamiz? Qarshi tarafning maxfiy shifrini yashgandan keyin ular xato bo'lgan uchun avatsakli bo'ldi. Ishilib tursam bo'lamdi suyimniki. Rahmat. Yaxshi. Bizning harbiy qismimiz Normandiyada quruqlik chiqdi. Ondan bir tipiklarla ularni Parijga haydaytamiz. Germaniyaliklarning ko'tiga tepimiz demakchi. Bizning tank qismlarimiz Rim va Siciliyani kesib etdi. General Pattonning qismlari bo'lsa Leyn daryosiga yetib keladi. Ular uchun tep bo'g'cha tuyuqsiz hujumda vayron bo'ladi. Arqadan tuyuqsiz hujum bilan Hamburgni olamiz. Arqadanlar Berlinni tugishidi. Yak bo'lmasa bu yerda mevqiyam bo'lgangiz bilan chayingizni ichib o'ltirsangiz bo'ladi boshliq. Bu bir qoldiskan. Chechil apandim. Sizning bu yerga bir qatim kelishingizdan nihoyat xushal bo'ldim. Hech qisi yo'q boshliq. Albatta, hech qisi yo'q. Biroq bunga nisbatan Bu uskunni bu qarorga bag'inimni bek pushaymon qilyapman. Men ishonamanki bu ishlar siz o'ylagandan yaxshi natija bilan oxirlashadi apan. Oxirida biz shon-sharaf bilan shalloq natijaga erishib yengamiz. Bu ishlarning tek oxirlashgani yo'q. Ya'ni kelib bu oxirlashning boshlanishi emas, biroq bu chuqum boshlanishning oxirlashi. Undaqda xayr xo'sh. Onun ish bo'ldim. Hozirda bu ablahni chegirdan qo'lab chiqarish kerak. Qulluq. Nimaning boshlanishi va oxirlashini faqatla tushunmay qoldim. Zat nima chizadi? Men muhimman leytenant. Og'zim kelganini so'zlab qo'ydim. Bu odamlarga zot nima bo'ldi? Qaraganda urush qilmaydigan o'xshaydi. Kechiring. Angliya puhrasini hargiz tashib etmang. Biz hozir sizga o'xshash jasoratli odamlarga muhtoj. Shundalar asl urushga taqobil tura olamiz. Ko'pchilikning hammasi fransiyaliklarni qo'rqinchoq deydi. Biroq siz qo'rqmaysiz, to'g'rimi? Bo'ldiqlar qadrlagim. Biz bilib piv ichib kelaylik. Suyimligim, bilib mashina o'ltirsaqlar, dunyo tinch bo'ladi. Undaqda Qani mangayli, bilib borayli. Jen Komina. Men azaldan piv ichib baxmagan, biroq men bugün xushal, shu bilan ichib beray.
siz piyo ichib boqmaganmi? Chaqchaq qilmang. Mangayli. O'tirsangizmi ishini? Biz Londonning ishlaridan birini tepib, qanıqcha o'ynab kelaylik. O'ng taraf qarab agilgan. Londonning sharq rayoni boraylik. O degan ota-bobolarim yashagan joy. Parvardigor o'z panoyida saqlag'ay. Chelchil apandim, sizlarning sharq rayoniga kelganlarni qarshi olamiz. Sen meni Jim Carlo bilan birga bir kunda ichimni yoqtiramsan. Unimi deyish ketamdi. u odamlar kimlar? Men burun azaldan ko'rib boqmabdi Siz ekanman. nima kimlib qolgan? Ular degan e'lon deyliklar. Angliyadagi eng yaxshi odam. Ular degan eng sodiq, eng qaysar odamlar tipiga tava. Parvardigorimga rahmat. Nima degan bilan amerikaliklar keldi. Keling, qanig'icha o'ynaylik. Siz bulungchi. Menga agishmang qizchaq, cho'qim xush qilib bitaman. Siz o'zingizni malaka deb hisoblab, uni o'zingizni bir kesib qo'ying. Qo'yaq keling, jen. Chapsam bulo. Bering. O'zingizni unutgan holda go'zalligingizni namoyon qiling. Qani o'ynab baqa ko'rib baqay. Biz ko'rib baqaylik. To'g'ri. Butun go'zalligingizni namoyon qiling. Butun zehningiz bilan o'ynang. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi o'ynaysiz. Jen. Parvardigorim. Chapsa yetib oling. Siz bulung. Chapsan jen. Kelmasligim kerakdi. Yuzim tushib ketdi. Men faqat sizni xush qilaydigandim. Men baxush bo'lib ketdim. Unda xijil olib ketmang. Bu ishni turmushimdagi bir qadimlik tajriba deb bilsangizlar bo'ldi. Siz bek tetiqsiz ekansiz. Yaramas. Yaramas. Men yaramasmi? Ketlar. Ha, ketlar degan birisi ortiq kelibdi-da. Bosh qo'mondon oliylari. Sizning Angliyaga kelganingizni qarshi olaman. Sizni Angliyaga mahfay qilish vazifamni o'rnab bo'lganimdan sharaf his qilman bosh qo'mondon oliylari. Xotirjam bo'ling. Bu mahfaylikni har qanday qadamga oshkorlamayman. Sizning yuk taqlaringizni men ko'taray. Havo nihoyat yaxshi. Tezda yetib boramiz. Sizga kafolat beray. Hozir
Bo'ldi. Lodning qarab mangayli. Sen, yana sen. Bekatdan sirtib tur. Shimol to'payla. Sen qizlarga iliqroq bo'lsam omamda. Biroq qilgan harakating bilan o'ylig'ing o'xshash emas. Bo'ldilar. Ko'ngling yerim qilma. Ro'yonni ko'tarib yur. Nima ish qilman boshqalardek yaqinchilik qilolmaydiganman. Doim o'ylasam qilolmayman. Ha, biz yana ko'rishdik. Men Amerikalik do'stimdan yana bir ko'payganligidan intayin xushalman. Bizdan sen bag'li o'moq kelsan, yana shunday qiziqarliq. Bu kimisini tez bu yerdan yo'q. Germaniyaliklar tarafidan mag'lub qilingandan keyin yana shunday kulalamsizlar. Amaliyotda biz Germaniyalikni yaxshi ko'ramiz. Sen yanla yeningda epirgan bu qartalik maliyanga yaxshi qaragan. Tez bu yerdan ket. Bo'ldi. Urushma. Sen degan Gitlerning kuchiga oldingmi? Cherslab pandim, sizning telegramingiz. Podshohliklari mening bugungi istijobat qatnashim uchun taklifnoma aytibdi. Qaraganda podshohliklari men bilan urush to'g'riliq suhbatlashmoqchi o'xshaydi. Bu ishlar uchun podshoh oilalarining xabar qolmaymiz. Men so'zim aytdim. Kechiring, qaraganda ko'pchilik pastga tushib, kuch sarf qilishga to'g'ri kelgani o'xshaydi. Kuch, qandoq kuch? Men demoqchi bo'lganim, ko'pchilik mashinadan tushib, ishtirib baqsa bo'pti ekan. To'g'ri. Albatta, boshqa qo'mondan tushishi hajatsiz. Qarang, mening deganim bo'yicha bo'lsin. Men 3 kishi sanayman. Ondan keyin turmuzni qo'yib etang. Ondan 3-chi xot qo'yib etgan. Ondan qo'zg'atqichni qo'yib bering. Bir dasab qo'yib bering. Ondan keyin mayin desang, amisa ishtadoq. 1, 2, 3. Yaxshi. Ishtirala. Kuchab desang. Boshlaylik. Yaxshi. Turmuzni qo'yib bering. Ondan muftini qo'yib bering. O'ng'a birlar, o'ng'a. Bundan qepi. Boshqa qo'mondan demakchi. Chatoqning cho'ng'i chiqdi. Buni ol. Yesang bo'ladi. Rahmat. Nemishqa? Biz Rasululloh Charpalchani o'rdisiga keldik. Shunda, esingdimi? 200 yilning oldida bizlarni Bosnorlar qo'g'lab o'tgan. Ularni bachvazmikin deyman. Har bir angliyalik bachvazlar ko'rinadi. Ha, yaxshimisizlar? Sizlarning xon ordisiga qadam tashrif qilganlardan minnatdormiz. Bu format bachsaylikka, yasab qo'yilgan Ro'jusa bayramidagi daraxtimiz o'ylarkan. Herkesni yutirib qo'ymanglar. Haraq bekalik. Yo'lni bo'shat. Yo'l bo'shat. Ha, malika oilalari tutib qo'y. Men pek yaxshi ko'raman. Oilalari hozir Ro'jusa bayrami bo'lgan bo'lsa, siz paliti bo'lgan bo'ladingiz. Pek ko'p bo'lib ketdimi, qandoq? Yo'q, shundoq chiroyli. Ammo sizga girim qilsa bo'g'dak. Mashina keldi. Endi biz qutulib qoladigan bo'ldik. Biz endi Hey! Agar ko'nglingizga olmasangiz, Parvardigor, faqat ishim kelmaydi. Yaxshimisizlar? Men Margaret malika bo'laman. Sizlar nima ish bilan shug'ullansizlar? Biz Amerika dengiz quruqlari istadik. Nima degan omaq? Bizda boylikning formasi ancha chiroyli degan masalasi to'xtalayotgandik. Germaniyalikmi yoki amerikalikmi? Men sizga bilet tashlayman. Undaqda mukofotchi. Mukofot? Siz sirlar atridini yaxshi ko'rasiz. Yo'q, chunki men qartalik. Yo'q. Balkim shundaqdir. Bu yoqqa kelinglar. Tez menglar. Qani, mening dadam bilan ko'rishib qo'yinglar. Uning qo'liga eg'ir yuqoriroq ovoz bilan sizlar. Siz mening malika ekanligimni bilasiz, to'g'rimi? To'g'ri, siz bayli shundoq degan. Yo'q, ba'zilar meni televizordagi donliq artist deb o'ylab qolishi mumkin. Endi ularni tanishtirib o'tay. Lodiker shahzoda, u Avstraliyaga mas'ul, mening amerikalik do'stim. Xayrli kash do'stim. Alloh yaxshimi? Ular Amerika dengiz armiyasi quruqlikda jang qilish qismida. Ha, yaxshimisiz? Yaxshimisiz boshliq. Men noyat sharaf his qilyapman. Men tahlilini bir nechta do'stlarni kelishtirmoq chaqirdim-ekan desam, nima anish ko'pdi, ha? Bu yerda erkin ozod shampan ichadi. Har bir odamga 2 rumkani tagson, eshib ketganiga pul to'lab isson degan edim. Sen bu kishining kimligini bilamsan? Yo'q, birisini tanimaydi ekanman. Biroq sizni hozir holatingizdan noyat xafa bo'layotganingiz chiqdi. Albatta xafa bo'laman-da. Qara u ablaqqa. Qarab tursam 5 til qizyap bo'ldi.
biz üstüge chiqib tamoq chekish aramlaydi. Başliq, ishonamanki, hozir sizning bilan paranglashishimiz bor. Angliya fuqarolari hozir sizning o'tirib chiqib, bu o'tkinchi urushni g'alaba qilishingizni umid qiladi. To'g'ri, yaxshi fikr. Hozir harakatlanaylik. Shunga Frankisni dushanba kuni tashrif qilishni buyurgan edim. Odamning ishinigiz kelmaydi. Hozir uyning bosi yuqorilab ketdi. Bo'libmi Londonning uylari. Shundaqmi? Lilin ketgandi. Xonimlar, apandilar. Asabiylarcha urush Fransiyaning orqa safini intayin mustahkamladi. Bu top maydoniga o'xshaydi. Biroq fransiyaliklar urush qilmaydi. Shundaqla 100 yilgacha urushni seyxinmaydi. Nega borasan? Londonga chapsa berishimiz kerak. Tez. Oldingizda Xijilman boshqamondan. Men to'liq huquq bilan ikki davlatning do'stlik kelishimining imzolanishiga vakil sifatida oldingizga keldim. Albatta, bu sizni %100 rozi qiladi. Deganlarimning hammasi rost. Aslida senkansan-ku. O odam senkansan-ku, ha? Xotinam seni filmlarini bak yaxshi ko'rdi. Men qoqoqlab kulib ketaman. Sen Oltin izlash xotirasi degan kinodagi cho'nkash oyoq degan personajga rost gap qilsam, musiroying sana bakmi mos gapdi. Gülasan. Men Lolay Xortning yaqincha kinolarini bak yaxshi ko'raman. Yaqindan beri qanday kino ishlayapsizlar? Chaplin apandim, siz kinodagi qiyofatingizga faqat o'xshamaydi ekansiz. Siz xatolashdingiz, angirilik. Mening o'g'il do'stim Germaniyaning eng ulug' qo'mondoni. O kinoni ko'ryapti ekanman. Qiziqkan. Siz Hollywood artistlardan kulishni o'rganib qo'ysangiz bo'g'adak. Eng yaxshisi ularni o'rganib qo'ying, ha? Bu yoq Mario Shahzoda. Hurmatli oilalari, bu bizning Italiyadagi eng sop olmos. Uning nuri siz bilan o'zini tanishamas. Ko'p rahmat. Avara bo'p, yiroq yading kepsiz. Bu yoq Damashq shahzodasi Xodlik. Hurmatli oilalari, buni Misrlik Claire Potter o'z qo'li bilan yasagan. Buni sizning 18 to'lgan kuningizga sovg'a qilay. Rahmat sizga. Bu qog'oz bek chiroyli ekan. O'zingiz yegidingizmi? Bir nafar amerikalik. Rahmat sizga. Bu nima? Bu ipak paypoq. O putlaringizni texmi go'zal qilaydi. Mashinadagi vaqtingizda kishilarni texmi jalb qiladi. Leyli, muzikatorni chaqirib qo'ydim. Ularning ish haqini saytiga qarab beradigan bo'ldi. Bo'lamdi? Ma'qul. Oma qizim. Kechki ziyofat kelganlarni qarshi olamiz. Ko'pchilikka rahmat. Ko'pchilikka rahmat. Barliq sovg'atlarni yana nim bo'lishini qat'iy nazar ustiga olib chiqinglar. Oxirgi bekat keldik. Nima? Muqaddas James maydoniga kelsak to'g'ri bo'ladi. Kichik bormaymiz. Xalq maydoniga berish uchun 27-yo'l yoki 31-yo'l avtobusga o'ltirib, Qoshpo'lat Qoshtash binasi tushib qolib, o'tildiki 6-yo'lga olmaysizlar. Amaliyotda 27-yo'l avtobusi o'dil bordi. O'lgur. Siz yana 11-yo'l avtobusga o'ltirsangiz bo'ladi. Ya xato qoldi. U aydimon qibardi. O'ylab baqay. To'g'ri, 73-yo'l bo'lishi mumkin. Amaliyotda peshanba kuni ba'zi avtobuslar chavandozlar ko'rikka bordi. Angliya podshohi Onu meni oldimga chiqib kutib olmaydi. Podshoh oilalari qizning tug'ilgan kun ziyofatiga qatnashadi, boshqalarning oilalari. Yana kelib, bugun kechda tansi bor. Ular tans o'ynayotdi. Bunda tans o'ynayotdi. Rahmat Bulant apandi. Bu sizning o'ziringiz, boshqalarning oilalari. Yana kelib, musiqa sizning dam olishingizga daxl etkazmaydi. Agar bir narsaga ehtiyojli bo'lsangiz, bu kuni bossangizlar bo'ladi. Ertaga nashni qanday vaqt yeysizlar? Bosh qo'mondonimiz tushunmoqcha o'rnidan turmaydi. Nashtli qiza soat 10gacha. Undaqda 10dan 2 minut o'tganda qaytadan boshlasak bo'ladi.
ismingiz nima efendim? Men Muslan gelin bo'laman. O'lgur. Tez mashinada, tez. Tez bo'l. Oh, mening o'mak qo'zam, mening o'mak qo'zam. Mening o'mak qo'zam. Bu yoqqa kel. Mening o'mak qo'zam aeroplanda o'tadi. Mening o'mak qo'zam. Ulug' oylari Angliya sizning. Qo'zon, qara, kim kelibdi? Generaldan omonlik so'ra. Yaxshimsan? Oylari uxlashdan burun g'iza yemdiki, Yeydi. Bosh qo'mondan kalli singri yeydi. Chatoq yo'q. Biroq go'sht olmaslik kerak. biroq go'sht yemasa qiyinchilik yuz bergidek. Undaq nima edi? Buni go'shtsiz kalli singri deymiz. Go'shtsiz kalasang ne demoqchi apandi? Ma'qul. Qo'lqonni dim tutib angla ablah. Men go'shtsiz kalli singri deyapman. Siz talab qilsangiz Germaniyadagi o'xshamaydi ekan. Chunki men Angliyada tug'ilgan. 8 yosh kirganda oila bo'yicha Germaniyaga ko'chib borgan. Ko'zimdan tez yo'qol. Bo'lmasam darg'asiman. O'lgur. Bir necha oyga bo'lmay qaytib kelamiz. Shodasan bo'lmamdi. Agar bombardimonni buzib ketsa bekor bo'lmamdi. Biz ziyofatga kelgandikan, qizni passa qanday? Bo'ldi qil. Bo'ldi qil danchar. Bunday qilishni O'zimizni qilmaydi. bir ko'rsatib qo'yaylik. Hey, chifr mudofaalarni nesa bilamsizlar? Biz bu naqshni yaxshi ko'ramiz. Hammamiz yaxshi ko'ramiz. Mana bundaq. Qadrli ular meni kelishgan. Nima? Ko'pchilik rahmat. Nəhayət yaxşı etdinlər. Bu naqshning tekstini siz yozganmi? O'tin odat kişi. Kechiringlar, yo'l beringlar. Kechiringlar. Alanglar, o'tiribda limon suyi bilan tortba, musiqa dirtni boshlab yeb qolsanglar bo'ladi. Ma'qul. Rahmat oylari. Bo'ldi, tutqima. Bo'ldi, oyoqlashdi. Uyinglarga qaysanglar bo'ladi. Tez ketinglar, tez. Buyrug'imni oldinglarmi? Men degan podshoh, tez ketinglar. Sizlar tez ketinglar, tez. Tez ketinglar. Uyinglarga yoki ko'zlaxonalarga kelsanglar bo'ladi. Hey, urib buni qo'yib qo'y. Bu yerdan tez ketinglar, tez. Chirchil. Siz bir malik turib, nima ish qildiroq demaysiz? Unda qilolmayman. Bo'lmasa hamma ishlar qaraymi qilishib ketadi. Siz qurollaringizni ishlashingiz kerak, malik olaylar. Birazdan kirganligini ko'rdingmi? Chatoq bu yerda turmaylik. Qayerda bo'g'itdi? Hey, Beston, ziyofat oyoqlashdi. Chirchil, bu yerdan ketaylik. Men sizni tushimda ko'rgan. Men izchil sizni sog'inib keldim, qadrlik. Men chiqib mehmonlarga xo'shlab qo'yay.
Ada olib Hitler. Ha, to'g'ri deding. Gitlerga bizning davlat muhtoj. Men hayotda bo'lganman. Bu mumkin emas. Bu oxirgi fikr bo'ldi. Tez tutinglar, tez. Siz nima qilmoqchi? Hey, bo'ldi, Meni qo'yib qo'yib. Meni qo'yib. Ana nasıl dostunuzmu bak? Qo'limni tut. Dostunga eskertib qo'y. Onun eskertib qo'y. O araqni kapışıptı. Kulun tat, kulun tat. Bu diye Amerikalı, o böçez emas. Kulun tat, o tez qo'yib, qo'yib. Bas söyle. Malika, qo'limni kishirib oldi. Bu ulug' davlatning qurolları hargiz mag'lub bo'lmaydi. Malika, buni esnashiladi. Tez og'zini ol. Ağzını için Malika. Xayrli kech. Mening qo'lim tugashdi. Kichik Malika. Muhabbat daryosiga cho'mdi. Ses ağzını yum. Yana o'yin gapda semiz cho'shqa. Oilari, aytoliq mehmon sizlar bilan kelish qilsa yemakchi. U kim? Germaniya bosh qo'mondoni oilari. Ular boylar Fransiyaga tajovuz qildi. Yaxshi-ku, oxir harakat gapdi. Sizdan tanışqanman intayin xushalman Hitler efendim. Sizdan nima ishkingiz bor ekan? Bironday muzqataymi yoki boshqaroq keltiraymi? Ben ezelden haraq içmeymen. Endi shampan ichamsiz? Ben ezelden haraq içmeymen. Tatliqroq ichamsiz? Ben ezelden haraq içmeymen. Ha, pek yaxshi. Siz soldak mendan yaxshi ekansiz. Hitler efendimga bir piva kelinglar. Sizga nima kerak semiz? Bana 3 gün haraq, bir cho'shqa, onun qo'sqiga to'qtiq pishirilgan, ikki quliqiga kalning qo'g'irisi eslagan bo'lish kerak. Bang bir rumga limusi kerak. Mening buncha baldan ro'yi kasalib qolg'im yo'q. Anglashla qaraganda oilari fransiyliklarning adabini beribsiz. Nihoyat qolsiz chiqibsiz. Bizning chaqmoq urushimiz nihoyat natijalik bo'ldi. 6-oyda men Parijda bo'laman. Bir yil ichidagi havo klimati eng yaxshi vaqt issiq emas. Ben Fransiya va boshqa qo'shni davlatlarni bo'ysundirgandan keyin yana Rossiyani egallayman. Ha, nihoyat yaxshi. Oilalar donodur. Keyin kerak qilib. Unda qilish menimcha osonga tushmas efendim. Siz qiziq odam ekansiz. Sizni bilan tutilganga vaqtingiz bormi? Bundaq go'zal at yozning dehqonlarga foydasi bor. To'g'ri, anchila. Bu savolni so'ramasligingizni umid qilaman. Nemishqa? O tunugini kech pochtadan uyga qaytib etib, qalaymagan mashina to'xtatgan degan jariman talonini topshirib qopti. Menimcha natsiz Hitler deniz sohilini yaxshi ko'rdi. Garchi u Chexoslovakiya bilan Polshani egilib olgan bo'lsa-mu. Biz kelar qadamni g'arb okean qartib Amerika armiyasini bo'ysundirishimiz kerak. Bizning birinchi nishonimiz Washington. Ondan Sharq dengiz orlini. Ondan keyin o'zluksiz shahar ichidagi cho'ng zavodlarni vayron qilishimiz kerak. Ondan o'zluksiz ishga quruq qarab ilgilaymiz. Shuning bilan birga Texas shtatidagi neft rayonini bostiramiz. Arkadan Kaliforniyaga berib oblisini yeymiz. Bosh qo'mondon oblisini yeyishni nihoyat yaxshi ko'rdi. Amerika kelgusida meni oldimga poch-poch qilib qo'ygan pechiniga o'xshab qoldi. Pek yaxshi bo'ldi, pek yaxshi bo'ldi. Pek yaxshi fikr ekan. Sen degan bir sarang. Men tuyuqsiz seni tunib oldim. Men seni kinoda ko'rgan. Sen degan bir oyoqni yevatgan iliq nimati? Iliqi. Ha, to'g'ri, Chaplin to'g'ri shu Chaplin. Bir rumkada ichaylik. Chatoq yo'q. Tez bo'l, mashina tush. Tez bo'l. Bo'lsa, tez bo'lash. Bo'la. Harakating tez bo'lsin. Saat tarbiya qilib qo'ymoqchi. Sen nima qilmoqchi? Unda qilmoq opaman. U qilishim yoki emasini bilmay qoldim. Zilxan naqshini sizlar yoqtirmagan bo'lsanglar, boshqasini olmaytirib esa qoladi-ku. Tayyorlaninglar. To'xtanglar. Bu ishki qurolni sizlarga beray. Sizlar undan foydalanib qarasanglar bo'ladi. Asli sen yaxshi odam ekansan. Ko'pchilik mushunda qilsa, texmi qiziq bo'ladi, shundaqmi? Axtaratni ochiq qilsa texmi yaxshi. Qachonlar, hozirdan boshlab 20 ga sanayman. Rashavatdan. Tanchi, chapdan bo'l. Etala! O'qchiqlar. O'ngir angiliyliklar.
Qo'llanlar, tez, tez. Tez qo'llanlar, tez. Tez. Tez, tez. Ular o'tirib ekan. Ular Tez, o'tirib tez. ekan. Ular o'tirib ekan. Qo'llanlar. Chapsan bo'linglar. Qaytib kel, Danchir. Men yarlandim. Men seni tutib oldim, Amerikalik. Menga qilishing ruxsat yo'q, men qat'iy. Tangrim, men bunday qilishini bakmi yaxshi ko'raman. Ablah. Bu yerdan chaqsay ketaylik. Ayoldan bakan. Ha, yaxshi. Tez bu. Tez, tez. Men seni chiqarib buni qutqazdim. Menga hech ish yo'q. Sen siz aeroplanning yeniga bor. Yo'q, biz birga ketamiz. Men bilan koring bo'lsin. Sen siz Amerikaga qayt. Men yolg'iz ular taqobil tura olayman. Sencha biznikilar shunday qilamizmi? Gap qil. Bu yerdan ket. O'qni tugay deb qoldi. Men qaytib kelman, Sherchil. Hey, men tarmoq atratdan. Ketirmeni mayliqni batib avatdi. Mayliqni to'xta. Kinishkani chiqar. Hazil tugaydi og'ina. Qonliq oqtalik men chaqilmas bo'ldi ekan. Uni hargiz bo'sh qo'yatmayman. Iva. Nima? Siz pek yaxshi ko'rasiz-ku. Buni sizni debkan. Nima? Meni da? To'g'ri. Xotirjam bo'ling. Albatta podshoh bilan ko'rishganda bunday yasanmayman. Iva. Seni billah basan bo'lmaydi. Hargiz bilib bormayman. Men degan bosh qo'mondan degan mardis eng yuqori kishi. Shunga sen borsang bo'lmaydi. Parvardigorim, siz nima degan Yarmas Adolf. Sizni do'stingizmi shunday chaqirdi? Mening do'stim yo'q. Unda qilma. Muslimmi qiz do'stini elib oladi-ku. Siz nima shunday qilolmaysiz? Bu yaxanor desi. Men Malik bilan paralashmoqchi. Izzat Malik bilan. Biroz saqlab turing. Vay, kim o? Men Winston. Sizga ish bo'lmaganda qo'zam. Winston, siz qandaqroq? Men nihoyat yaxshi. Hech bo'lmadi. Siz yaralandingizmi? Hozir qayerda? Men hozir Poloton degan yerda. U yerning qayerligini bilamsiz? Bilaman. Maktabda o'qitganda doim u yerni o'tatdim. Bildim. Soat 8da u yerdagi bekatda sizni saqlayman. Suyimligim, siz mening farishtam. Biz endi qanday qilamiz? Biz kurash qilamiz. Dengiz sahilda ular bilan kurash qilamiz. Quruqliqda, shaharlarda ular bilan kurash qilamiz. Havoda ular bilan Voy. ablah. Siz bek chiroyli ekansiz. Rahmat. Men degan bosh qo'mondan sizning meni qancha kuch ekanligimni bilib bosgan deyman. Bu sizni men qilganingizdan intayin xushalman. Hozir dadingiz meni atoqli teatrchi Tom Jolinning xon ordisi qo'yilgan o'yinni taklif qildi. Men sizni mening yanimda o'ltirishgan deb o'ylayman. Eva, mening singlim. U oshpaz. Yaxshimisiz? Ay qo'zam, bayli sizning mening qanchalik kuchliligimni ko'rib biqmi deganingizni angladimmi? Biz doim urushib turamiz. Eva, ketma. Sen nega borsan? Men yaxshi ko'radigan odamning yeniga boraman. Men hozirla qanjamati muhofizachilari bilan birga bo'laman.
Qanda? İva, onda qilma. Ketma. İva. Men tashlab ketma. İva. İva, o'ltir. İva, ketma. İva, Baş qo'mondan. ketma. Men sen bilan birga Adoqsi teatrida Tom Jolinning xon ordusi qo'yilgan o'yinni ko'rman. Malika. O'lgur. Chester, tez meni foydang begitiga olib qo'y. Tez. Ma'qul, ijro qilay. Tez shinoz. Otuk shaytki. Siz beni yaxshi ko'rmasangiz kessangiz bo'ladi. Bu o'yin hozir bo'lib qoldi. Eronlikning qizqaliq o'yinlari meni chiqdi. Qiziq. Shunaqmi? Vay, men Elizabet. Siz Winston Churchill to'g'ri xabarga ega bo'ldingizmi? To'xtab turing. Yaxshimisiz, Chester? Bu siz yaxshi ko'rdigan belak bilan kop. Bo'ldi, hozir yigim yo'q. Rahmat. Ma'qul, soat 11 da yana ep kelay. Rahmat sizga, Chester. Taqatli ishangim kelmayotdi. Sizning bu yakildigan g'ajab vaqtingiz yetib qopti. Bo'ldi, qarang. Tugun sinema bilan planashqonsiz kelganda men bak aldirishib ketdim. Yo'q, gapni qilmang. Mening onglig'im yo'q. Nima degan tetiqsiz gaplar bu? Ha, shundaqmi? Tez o'chamiz siz bilan muhabbatlashib Pastgina qo'lingizni torting. Og'layapsiz. Ro'darlar, inishga oqtiringlar. Sizlar atirib beringlar. Siz buninglar tez. Poyezdning hamyonlarini qo'ymay izdanglar. Poyezdning bulut chiqarlarini tarqamison. Tayyorlan, at. Oh, siz yana uxtab oldingiz. Navbat sizga keldi. Oh, yana uxtab oldingiz. Kechiring bosh qo'mondan, avori qildim. O Tarkiforning xati. Bu kechida harakat boshlashimni tasdiqlang. Bo'ladi, men qo'shildim. Tijorat to'xtadi. Poyezdmi qanmadi? Rasma? 1 yuan 6 mi? 2 rom choy, 1 poch tort. Kechiring, men pul sanmabdim. Mening ish haqimni siz beramsiz? Sizni men mehmon qilay qizim. Winston, balkim men qo'rqib ketgandiman. Sizni bu yerda saqlab qolmaychi soat bo'ldi. O'ynamagan xayollarim qolmadi. Bu yerda choy tamlik emaskan. U texa meni 1 yuan 6 mi bering deydi. Mening unchalik pulg'im arzimaydi. Bo'ldi qizim. O'zingizni besinglar. Biz bu yerni tez ketaylik. Jim Charlo, mening e'londaylik do'stim. Amni o'g'ramasan, Churchill. Men seni ovozli qo'shig'ini olib o'tilib kelishim. Sandvich. Harbiy atrofdagilar chiqishingizni aytib oldi. Qechib ketishga amalsiz. Atrofni askarlar tekshirib o'tdi. Meni poyezdimda o'tiraylik. Uni sirti to'xtatib qo'ygan. Sizlar to'xtanglar. Sizlar tez qechinglar. Men sizlarni qo'g'dayman. Tez.
Parvardigar seni öz banayda saklason. Amerika'da kişigit. Tez, o yedi gel. Ay meni poyizim, to'xta! Chester! Yaxshi qilding. Yaxshi qilding, Chester. Qattiq soldi shundaqmi? Ko'zingizni yuming qizim. Qutqizinglar! Meni chin tuting. Kiring. Aralığımız bek yiroq bo'lib ketdi. Biroz muzika anglaylik, ma'qulmi? Yaxshi gap. For all we know, we may never meet again. Siz bilamsiz, men sizni yaxshi ko'raman qizim. Before you go, make this moment sweet again. We won't say goodnight until the last minute. I'll hold out my hand and my heart will be in it. Sofort! Die Mann Engländer, Widerstand ist rechtlos! Los, weiter raus! Einer platziert! Hände hoch! Widerstand ist rechtlos! Men hozirla boshqani imzo qo'yib ber. Angliyaning barliq harbiy kuchini men boshqaraman. Shundaqla sizlarning parlamentni taqtish huquqing bo'lishi kerak. Aslidagi kelishimnomada bu shart yo'q, o deyman. Darhol imzo qo'y. Bo'lmasa seni ediydiman. Maslahatlashgan momamda nihoyat adil bo'ldi. Xayr xo'sh boshqamandan, xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Chester, sen qayerda? U yerlandi, Chester! Sen meni poyizimni nima qilasizlar? Chiqib ketish! Yo'q! Chester! Chester! Yo'q! Yo'q, xolos! Yo'q, Chester, tez! Tez qoch kalva, endi uxlamagan. Doklad, Sultan efendim. Nasıl Angliya hanırısık bastırıp girdi.
yaxshimisizlar? Oyqonlay turdi-ku. Sultan efendim, hazırda havarimiz evet bizni qo'llab berishingizni umid qilaman. Sultan efendim, Amerika fuqarosi Silveston yordamga muhtoj. Uning bilan karimiz bo'lmaslikqa ko'nglimiz unamaydi. U jasoratlik bo'lsa-mu, nasiblar yolg'iz taqabul turolmaydi. U yordamga muhtoj. Sandvich, süt. Yana o'tirdi. Nima ish bo'ldi? Hey, qaytib kel! Hey, qaytib kel! Getiringlar, bunisi davlatimiz uchun. To'g'ri deding. Eisenhower, sen qo'mondonlik qil. Berib Gitlerga aytib qo'y. Men uni bir putim bilan tepib, Yevropadan qo'g'lab chiqarib etaman. Uni butunlay yo'q qilib etaman. Yo'q qilib etaman. Siz bak saylarkansiz. Siz bak yaxshi, men bak yaxshi ko'raman. To'g'ri. Siz bak saylar. Shundoq. Ko'ring qo'mondan. Sen bir qiz keltirib beramsan. Sen bek chakilishib ketibsan. Sening kallangda haraq bilan qiz bo'ldi, boshqa hech narsa yo'qmi? Oyilar, men faqat bir oz haraq ichib, meni aram topib qolsay degan. Men hargiz yomon niyatim yo'q. Ko'ngil ochqonning nima yomoni bor? Sen doim haraq ichib ko'ngil ichishni bilsan. Agar seni yana mushtalarni ko'rib qoldigan bo'lsam, seni o'ldirib ketaman. Yana bir qatim muhabbat dengizga g'arq bo'ldim. Og'zingni yum. Endi men qanday qilsam bo'ladi? Og'zingni yum. Men bunda qilishni xohlamayman. Hurmatli oilalar, yana bir qatim muhabbat dengizga g'arq bo'ldim. Endi og'zingni yum. Sen meni vayron qilib, uni boshqa manda bo'lmoqchimi? U sesq cho'shqa. Albatta unaqa emas oilalar. Yana bir qatim muhabbat dengizga g'arq bo'ldim. Sizlar mo'kishmoq o'ynayapsizlar. Nimishqa bir insonga gap qilmaydi. Men burun tatlab kelyapman. Chirog'ni vaqtida o'chiringlar deb. To'pini men to'layman. Parvardigorim, texparni ichib qo'yibdi. Men zada qayerda? Bugun kech soat 3 da biz to'y qilamiz. Mana bu tarixdan buyangi Germaniya va Angliya hamjimat o'tirisidagi go'zal to'y murosimi bo'lib hisoblanadi. Siz buningdan faxrlanishingiz kerak. To'y murosimi oyoqlashib soat 6 bo'lganda sizni yangi joyga olib boritaman. U yer Hanoyning yarasi. Siz tashqi dunyodan olib, sinut tam ishib tursiz. U yerda tursangiz sizning hech nimaga g'ayishingiz tushmaydi. Siz 5 oyda bir o'g'il tug'siz. Jami 4 o'g'il tug'ib bersiz. Ularning ismi Adolf, Londov, Gangdov va kichik Larov bo'ladi. Ular cho'ng bo'lgandan keyin qaysi jasoratlik ham qovul bo'lsa, uni qurbonlik qilaman. Bizning kelishimiz mana bu shundoq bo'ladi. Ko'mirni ishiltib bo'ldi. Endi keyin qadamni qanday bosamiz? Ish qilib amal tepishimiz kerak. Shundoq. Bu Angliya yog'ichi. Endi ishlar o'ng'ishli qilingan bo'ldi. Poyezdning put o'zrab ketgan bo'ldi, Chespar. Sen bak qizg'anlik ekansan. Bak yaxshi bo'ldi. Siz bilan shirin muhabbatlashmayman. Ham birga bo'lmayman. Krista doktor ham ishlarni to'g'rilab berdi. Biz mana shunday ballaq bo'lamiz. Siz jinoyat o'tkazdingiz, Gitler apandi. Siz degan bir hayvon, tetiqsiz hayvon. Sizlar Germaniyaliklar munofiq urushni keltirib chiqadinglar. Buning sen munofiq sarabchi. Men sendek munofiqqa hargiz yo'q bo'lmayman. Yana kelib shunday qilib tursan. Og'zingni yum. Biz baxtli bo'lamiz. Qutungmi? Qutung da'vatman. Men xona ordusini ko'rdim. Men boray Chester. Qon tikib qarma bo'lishdan qo'rqmayman. Sana omad tilayman, Serchil. Biz urushda g'alaba qilaylik. Kafolat berman. Amerikani Parvardigor o'z panohida saqlaydi. Rostla Amerikada bo'lishini umid qilaman. Sen menga shunday muomalada bo'lamsan. Men degan ikkinchi xon varisi. Bilman, siz degan Elizabet. Bu sonlar ortiqcha. Adabsiz.
chechingizni bo'yib oldingizmi? Xayrli suyimlikim. Ishning balisi. Biz mükşmek oynayli. Magart, qarasam hech kimning mükşmek o'ynag'isi yo'q ekan. Tinchlansangiz-chi, dada. Allah, ma'roq ketdi. Yani kelib, siz qayerda tursangiz? Barma! Qara. Men bu azoblanyapman. Sana eskartib qo'y. Gitler efendimde ne xarakterlik sezgirlik kesili bor. Siz degan cho'ng amaldor. Bosh qo'mondan Nisbar efendim keldi. O degan sartarosh. Ha, yaxshimisiz? Siz qanday chashmasini yaxshi ko'rasiz. Buning qara. Ha, buning menbek usta, yaxshilik ko'rib baqay ekan. Nəhayət yaxshi. Biroq bu chash nima degan az, bek ozgan. Sizni eng yaxshi yigitga aylantirib qo'y efendim. Buningda azroq xatarga tavakkul qilsangiz kerak. Qalamsiz? Yana chechingizni bir oz ko'p turib qo'ysam, qanday ha? Ko'p turib qo'ysam. Ko'p turib qo'y. Men yaxshi ko'raman. Men pakarnimi, qayrnimi yaxshi ko'rmayman. Ha, sizni 18 yoshli yigitga aylantirib qo'y efendim. Qanday bo'lamda? Ketir efendim, ha? Baş kumandan yaxshi ko'rdigan odamini o'zgartdi. Siz muaddin qoldingiz. Bu Portugaliyaga boradigan bilet. Yana bir az pulmi bor? Eling. Siz meni bering. Bo'ldi, chatoq yo'q. Buni endi kegizib qo'ysamlar bo'ldi. Yarim soatdan keyin bizga lozim bo'lgan choy putib chiqadi. Sizga choy kerakmi yoki qahvami? Oh, men qo'lim yuvib chiqay. Adolf. Meni kattisangiz Qozonmi men bilan birga ketadi? Yo'q. To'g'ri. Menga cho'ng bir uy berasiz. Saramjalla oltin rangda bo'lishi kerak. Yana bir mashinami bor? Mashina, uy, hammasini senga beray. Qozonni men olaman. Yo'q. Qozonmi menga tava. Seni o'ldirib chiqar rozimanki, qozonni hargiz bermayman. Undaqda. Meni urib o'ldirib yeting. Qozon, menga ayli. Yo'q, qozon. Dadangni qaytib kel. Baş kumandan aldırmam. Menga qozon kerak. Hürmetlik baş kumandan, ben hazırla bir daha qaytmasam bo'lmadi. Ben qaytib, sizin 3. imperiya planınızı icra qilmasam bo'lmaydi. Xo'sh. Sen mendan ayrilib ketmoqchiman? Seni ishga soldirgan, mening g'oyishim tushgan vaqtda qochib ketmoqchimi? Qarashda bir zotga o'xshaydi. Sen to'g'ri yurakda mizonlik qildik bo'ldingmi? Sen texi bosh qo'mondan mizonlik qilyapsan. Men seni hargiz bosh qo'ymayman. Endi qandoq qilsam bo'la? Muhabbat dengiziga g'arq bo'ldim. Og'zingni yum. Endi qandoq? Sen o kinoningni sizlar qayerga qo'yding? Xotirjam bo'ling bosh qo'mondan. Men uni Yaramasa ablah. To'g'ri yurak. Tuzkur. O'lgur. Ko'zimda yo'qol. Tuz yo'qol. Yuz qalin. Yaramasa ablah. Ko'zimda yo'qol. Satroch! Chapsan yana kel. Biz hozir xon o'rdisida. Bu hashamatlik bajarilgan xon o'rdisi. Atrofdagi narsalarga nazar solsangiz, ko'zlaringiz telib ketadi. Mana bu xushalliqqa baxt to'lgan daqiqalar. Tarix betidagi eng go'zal aslama. Elizabet Malika dag'dug'li holda to'y marosimi o'tkazmoqchi. Aha, unda siz Shernayni qayerga berib o'tkazmoqchi? Bu yil navbat Gretsiya, Shimoliy Afrika, yana borgan orliq keldi. Pek yaxshi o'ylabsiz. Hozir cherkovning ishiga echildi. Olvosga kirib keldi. O Yusuf Kofer. Ustiga qorranlik to'n. Beshiga kalamungus taqib olgan. U odam kim? U to'rt atrofdagi mehmonlarga salom bermoqda. U
O'nish asadim bilan saqlanib kelgan e'tiborli kirsini etib etdi. Ana bir tirik to'xini uning o'rniga qo'yib qo'ydi. Bu makatidan ashqonliq bo'ldi. Ha, rahmat. Yo'q. Azroq cheching. Yo'q, to'xtang. Yana qarashda yaxshi ko'ringan nimda aytdik? To'g'ri tabiiy bo'lsin. Endi tabiiy bo'lganda. Churchill. Winston Churchill o'yin oxirlashdi. O'ltirishga kerak yo'q. Og'zingni yum. O'ltir. Bo'ldi. Endi naqshingni ayt. Sen maktabda o'qiyotgan chog'laringda boshqalarni zangli qilatdi. Shunga butun dunyodan o'ch olyapsan. Qani, yarmas. Ayt baqa. Qo'lqimni ko'chirish banglay. Qani ayt ablah. Buning sizlar bilan ne munosabati amerikalik? Sizlar doim ig'zinglarga boshqa gap kelmagandek, ondaq ablah, mundaq ablah deb qalaymoqan tillaysizlar. Ingliz tilini o'chirmay so'zlamay turib, yana nima deb inglizini qo'llaysizlar? Ablah degan sen. To'g'ri deysan. Men maktabda o'qiyotgan chog'larimda boshqalar meni zangli qiladi. Men o'shib bo'ldim. Men maktabdagi o'qituvchilarni shu maktabga qo'shib, ko'ydirib kulga aylantirib etdim. Bu hikoyang xeli bo'lar ekan. Biroq seni yana murodingga yetkazib qo'y. O'zingning dargohingga qayt. Yaxshi, Elizabeth Malik keldi. U nihoyat xijilchan holda oldi qarab mangmoqda. Hozir uning dadisi xon oilari keldi. Apangiz bilan to'y qilgandami, o'yinchiqlab turib edib, meni bakma xishlik qilib etdi. Dada, Germaniyaning ulug' doisi keldi. U qasam berishni boshladi. Siz nima qilay deysiz? men asli bu davlatga kelmasam bo'ptikan. Anglang, siz meni qo'yib bering. Siz berib ochiqishni keling. Men sizga yordam qilaman. Chapsam bo'ling. Biroq u boshqa qizni amriga oldi. Siz Adolf Timur Filip Hitler. Siz Elizabethni amringizga elishni xohlamsiz. Uning bilan qonunli arxutlardan bo'lib, umringlarning oxirigacha inoq ejil yashashni xohlamsiz? Xohlayman. Yaxshi. Sizga qarzdorman. Siz güzel, hadabatlik Elizabeth Malika Adolf Timur Filip Hitler bilan umrlik arxutlardan bo'lib, bir umr inoq ejil yashab, uning degan sizig'idan chiqmay, uning yaratliq bo'lishini xohlamsiz? Tansu biya tursa Apanilar, ketmanglar. Qiziq o'yin taq oldimizda. Taqimizning bosh personajimizmi bor? Qani, o'ldirib qo'yinglar. Muhabbatingizga g'arq bo'ldim. Endi zodi qandoq qiliman? Kulishga olmaydi. Kirib kelinglar. To'xtam, kinishkingizni chiqarib. To'xtam, isbotni chiqaram. Bumi? Agar ishimga to'sqinlik qilsang, tugishsan. Kulmanglar da'vatiman. Men sizlarni kulma dedim. Kulmanglar, kulsa. Meni bu yerga kelamay danslar. Winston, qaltis qildingiz. Quzam, men qaytib keldim. Men Qur'on tashlash. Eski bu yerdan ayrilmasin. Chapsan kendimden bak. 1, 2, 1. Çapsan. Biz ne qilamiz? Suat kemisiga o'tirib Germaniyaga qaytamiz. U Adolf Hitlerkan. Men sizga bir bet tashlay. Hitler. O Hitlerkan. Margaret. Hitler kapto. Siz Adolf Hitlerkansiz. Hitler. Sunet bilan ko'rib boqayli. Yulun tosma Irlandiyalik. O qayerda? Mening Suat kimim qayerda? Ularni ko'rdingizmi? Shundoq. Men noyat endi ko'ryapman. Tez o'q chiqar. Tez. O'lgur. Ochib qolmagansiz. Tez o'q Men chiqar. unda qilmayman. Uning o'lganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ba'zida mashqlarni kendini o'q chiqarib Ben bu bakma. hayvonni o'z qo'lim bilan o'ldirib o'tay. Hey, sarang bo'ldingiz, ne qilyapsiz? Uni bog'lab qo'y. O mening tabanchamni elib oldi. Uni bunday qilishni haqiqatan qo'g'dash uchun sen degan bir jangchi vazifani to'liq ado qildirishing kerak. Ko'p ishlarni o'ylama. Agar bunda qo'yilsang menga o'zing bo'lolmaysan. Suyimligim, siz hech nimani ko'rmadingiz. Sen meni bag'da umidsizlantirding. Hitler efendi. Men Elizabeth, men keldim. Men siz
bilan to'y qilishni qaror qildim. Uning gapini anglama. U sizni vayron qilishi mumkin. Uni tez qo'ying. Bo'lmasa o'ldirib yetaman. Xatolashmagandiman. Vaqtimiz to'shdi, Gitler efendim. Yo'q, qaraganda sening vaqting to'shqan o'xshaydi. Germaniya havo armiyasi endi o'zing olsan bo'la. Qanaqaroq qilganligim? Yaralangansiz? Eston. Tanrı ayol pochani o'z qonay saqlag'ay. Gapimni anglanglar, qarindoshlar. Sağ birim bo'lmaganda. Haraq ishkim kelyapti. Tez bo'l, o'lgur, tez bo'l. Tez bo'l deyman. Biz urushga duch keldik. Biz hargiz bel qo'yatmaymiz. Hargiz bu chekinmaymiz. Shiddatli urush bizning jasoratimizni yo'qlayolmaydi. Bizning Angliya davlatimiz yana necha ming yildan keyinmi fuqarolarga, insonlarga har qanday mushkul jangimizni ojizlashtira olmaydi deb ayta olamiz. Bu shonliq daqiqalar. Biz cho'qim g'alaba qilamiz. O'rningizdan turing. Winston Churchill sir. Endi qanaqa qilmaysiz? Balkim bir kunlarda qaytadan jam bo'lishimiz mumkin. Biroq hozircha butun dunyo ikkimiz o'rtasidagi muhabbatni bilsa bo'lmaydi. Bu ikkimiz o'rtasidagi maxfiyatlik. Bildim. Sizni yaxshi ko'raman. Men sizni yaxshi ko'raman. Sizmi mangu mening kichik Malika. Kechiring Malika. Orqadagilar bek saqlab qoldi. Rahmat sizga Winston sir. Siz va qarindoshlaringizga omad tilayman. Rahmat. Hey, o'yirtman nima qilasan? Men Angliya uchun kurash qilaman. Mangayli. Tarixga asoslanganda bu qadimgi urushga nurg'un odamlar qatnashgan. Butun dunyodagi kishilar biladiki, jasoratlik havo armiyasi dengiz orolini qo'g'dab kelmaydi. Ular kechini kunduzga, kunduzni keshiga ulab, Ulug' Britaniya uchun kurash qilmoqda. Qara Margaret. U cho'qim nasib qolgan gap. Başadır aileleri seni qabul qilmoqchi. Herkese bunday qilish yuz bermasa kerak. Mening herkesme o pisiq davlatni ziyorat qilgim yo'q. Dadamizlar nima ish bo'lganligini bilib boqmoqchiman. Bilishimcha, u qurbon bo'pti. Nihoyatda jasoratli ekan. Davlat uchun u dengiz soyilda izdiroksiz yo'qolib ketdi. Uni topolmadik. U qurbon bo'ldi. Undaqda uning to'pisiga bu odam ega bo'lib qoldi. Balkim bu adil bo'lmadi, biroq bu bir turmush. Fuqarolar haqiqatni bilish kerak. Siz aningiz uchun bu mahbatlikni saqlashni xohlamsiz? U sizning bu mahbatlikni saqlashingizni umid qiladi. Mening opam
O 12 yılın aldida vafot olgan. Biroq bu hujjatni bugun topshirib oldik. Siz ko'rishga cho'qim qiziqsiz-ku deyman, ha? Biz endi qanday qilamiz, Veston? Uqmayman. Men degan askar. Biroq siz degan ayol podshoh. Biroq mening ayol podshoh bo'g'im yo'q. Sizga o'xshash Amerika fuqarosi bo'g'im bor. Demakchi bo'lganingiz, menga yotliq bo'lmoqchimi? Shundoq, Veston. Dada. Dada, şanlıq daqiqalar yetib keldi. Tanrı sizni o'z panoyi saqlag'ay. Apa! Apa! Canım apa!